Assalomu alaykum akalar, ukalar. Namangan viloyati Novrin tumanidan video olyapmiz. Xo'p, bizda hozir Adler jo'jalari bor, Legorin, Jersey Gigant. Mana shu zotlarning jo'jalaridan bor. Mana ular bir haftalik, tepadagilari. Haftalik bo'lgan. Bular 20 ming so'mdan. Tepadagilar mana hammasi bir haftaliklari. Hop, mana yerda 2 haftaliklari bor. Bular 25 ming so'mdan. Patlari chiqib, emlangan. Holatlari yaxshi. Bular 25 ming so'mdan. Hop, mana yerda 3 haftaliklari bor. Bular 30 ming so'mdan pastda. Holatlari yaxshi. Mana yerda 3 hafta oshiq, 4 haftaliklari bor. Bular 30 ming. 35 ming shunaqa. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilsanglar.